Assalomu alaykum. Keling aka, nima ish bor? Yuk tushirish kerak edi. Ha, bo'ldi aka, tushiraveramiz. O'tiringlar. Tayyormisizlar? Ha, aka, tayyormiz. Bo'ldi-da, unda mana shu yerda yuklarni bu tarafga olib o'tib chiroylab terasizlar. Uni qarab kela turibdi-yu, o'sha ikkinchi etajga olib chiqasizlar. Mana shu yerda bo'shatganligingacha furada yuk keladi. Keyin shu yukni mana shu yerga chiroylab terib berasizlar. Bo'laveradimi? Ha, bo'laveradi. Bo'ldi, ishni boshlayveramiz. Mana shu yerdan olaveramizmi? To'g'ri. Voy meni. Aka, tinchlikmi? Yana bel ushlab qoldimi? Ha, yana. Aka, siz bo'lmasam ozgina dam oling. Men o'zim toshib turaveraman. Xo'p, aka. Ya, ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha, aka, ko'rmaysizmi? Yana bel ushlab qoldi-da. Bel og'rig'i yomon-da. Davolatsiz bo'lmaydimi? Aka, davolanishga mablag'im yo'q. Topgan pulim ro'zg'ordan ortmaydi. Ya, ha, bitta tabib tanishim bor, shu bo'g'im og'rig'i, bel og'riqlarini davolashadi. Xitoyda o'qib kelganlar, Saudiya Arabistonda ishlab, hozir Marg'ilon shunday sentrida xususiy klinika ochib olishgan. Tabiiy giyohlardan o'zlari tayyorlagan dorilar bilan davolashadi. Borib ko'rinib keling, men telefon qilib aytib qo'yaman. Bundan yurmang, davolanib oling. Ha, yaxshi bo'lardi aka. Nomerlarni bersiz, bir ko'rinib kelaman. 91 108 0009. Ismlar Said Mahmudxon. Telefon qilaverasiz bemalol. Mumkinmi aka? Kiravering. Bekmurodjon sizmi? Ha, aka. Nima bezovta qilyapti? Aka, shu bel, ikkita pochkam, oyoqlar qaqshab boryapti tizzadan pasti. Asosan qaysi oyog'ingizga og'riq beryapti? O'ngga ko'proq. Qani bitta tomiringizni ko'raychi bo'lmasami? Televizor bitta ko'raychi. Bu og'riq qo'shingizdan emas, bel umurtqangizdan beryapti. Bir oy davomida qatnab lecheniya olib turasiz. To'g'risi, hozir to'lovlariga imkonim yo'q. Anaqa xijolat bo'lmang uka. Baxtiyorjon telefon qilib to'lovlarni o'zim qilaman dedilar. Siz faqat davolanib olsangiz bo'ldi uka. Xijolat qilishibdi-da. O'zi qanaqa lecheniya olaman? O'zim tayyorlagan dorilardan beraman. Ichib surkab turasiz. Bir haftada bir marta kelib ko'rinib ketasiz. Lecheniyamiz shunaqa. Ha, bo'ldi-da, aka, rahmat. Kesillar. Tuzimisiz qalay bel? Allohga shukr, ancha yaxshi aka. Lecheniyalarning foydasi bo'ldi. Odamni xijolat qilib, tabibga ham ponni to'lovlar qilib qo'yibsiz aka. Bag'da sherigimga bir dunyo bozorlik qilib, uyga kirgizdirib yuboribsiz. Qancha rasol qilganingizni aytsangiz, ishlab hammasini qaytaraman endi aka. Endi nima xijolat bo'ladi-da, duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Bu ishlar hammasini chin ko'ngildan qildim. Insondan yaxshilik qoladi xolos. Bundan keyin sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sog' bo'lsiz bo'ldi. Bironta xizmat bo'lsa kelaverasiz bemalol. Xo'p.